oilam bor axir. Ukam bor meni to'g'risida. Ukam bor, onam bor. Men uni boqishni xohlayman. Oila qurishni xohlayman. Oldingida o'zimni ishimni yuritishni xohlayman. Menga faqat shu narsa kerak. Menga faqat shu narsa kerak. Kimnidir yomonlab, kovlab, orqasidan gapirib, menga hech qanaqa unaqa narsa kerak emas. Men gapirsam, gapirib chiqaverardim. Har bitta videoga atvet qilib chiqaverardim. O'zi kasal bo'lib yotgan bo'lsam, undan oldin qiynaldim. Hozir ham qiynalyapman. Nega demoqchiman, men operatsiyadan chiqdim. Nega Ahad Qayum mendan so'ramadi, sog'liging yaxshimi deb chiqmadi. Narigi qizam chiqmadi. Nega boshqalar menga chiqmadi? Ozod opani o'zi mardlik qilib chiqdi-da, pul yordam qildi. To'g'ri, Ozod opani klipida bo'lgan bu narsa. Nega boshqalar prosta qarab qo'ydi? Nega kimdan norozi emasman? Men hammaga rahmat so'rayman. Rahmat deyman. Xalqqa ham, Jasmin opa, Mohin opa, Ozod opaga ham hammaga men rahmat deyman. Bu narsani menimcha уже to'xtatish kerak deb o'ylayman. Чтобы 5000 hech qanaqa, men $5000 haqida hech narsa bilmayman to'g'risi. Men operatsiyada bo'lganman. Men eshitishimcha $10000 so'ragan ekanlar. Men faqat shu narsani bilaman. Ular aytishgan, hali degan Sabrinali degan reabilitatsiyasi bor degan, 1 yilga cho'ziladi degan. Meni misol uchun boquvchim yo'q. Otam borlar, lekin qaramaydilar otam. Onam, endi tasavvur qiling, onamni zrenasi ko'rmaydilar. Kim menga yordam beradi? Boquvchi o'zim ustimda harakat qiluvchi insonman. Kim menga lishni pul beradi, yordam beradi? Men bu pulda men to'g'risini aytaman, men eshitmadim. Lekin men operatsiyadan chiqqanimdan keyin aytishdi, sen operatsiyani o'rtasida bo'lganda dedi, Jasmin opa so'radi $10000 yordam berishga dedi. Keyin biza aytdik dedi, Sabrinani hali reabilitatsiyasi bor, dori ukollari bor, hali uni yashashi bor. Misol uchun men aytmoqchiman, Marat aka uy beraman deyapti. Uni hali remontimiz bor, misol uchun kvartiram bor, turadigan. Unga pul ketadi, rasxotlari bor. Rasxotlarini yopib olsin, qolgan pulga keyin yordam beradi deb tushuntirishgan, xolos. Xolos, oddiy bu narsa, oddiy xolos. Hech qanaqa panika, janjal bo'lib, men hech kimga nohaqlik qilib, nonko'rlik qilganim yo'q. Men hamma bilan oddiy salom alaykum qilib gaplashyapman. Men bugun o'zim keldim. O'tgan safar bilasizlar, meni sog'ligim yomon edi. Hech qanaqa o'zimga video ham ola olmasdim, hech qanaqa narsa ham qila olmasdim. Bugun o'zimga keldim. O'zimga Allohga shukr. Endi o'zim chiqib bemalol gaplashyapman sizlar bilan. Men bitta narsani xohlayman. Bitta narsani eshitishlarini xohlayman. Men hammaga rahmat deyapman, lekin menga bitta narsa alam qilgani, hammani eshityapman, o'qiyapman. Nega demoqchiman, men operatsiyadan chiqdim. Nega Ahad Qayum mendan so'ramadi, sog'liging yaxshimi deb chiqmadi. Narigi qizam chiqmadi. Nega boshqalar menga chiqmadi? Ozod opani o'zi mardlik qilib chiqdi-da, pul yordam qildi. To'g'ri, Ozod opani klipida bo'lgan bu narsa. Nega boshqalar prosta qarab qo'ydi? Nega prosta boshqalar hali ham sinchiklab qaralmayapti bu narsaga? Meni jahlim chiqayotgan narsa. Bu narsa Ozod opani klipida bo'lgan. Lekin boshqalar prosta tak gap bilan qolib ketadimi bu narsa? Tema yopilib qoladimi? Sizlar shu narsani prosta o'ylanglar. Bu narsani men bu pul temasini men aytmoqchiman. Balkim Jasmin opani men orqasidan yomonlash, gapirish niyatim yo'q. Balkim qancha summa borligini Jasmin opamlar bilmasdirlar. Meni kartamda qancha summa borligini men sizlarga ko'rsatishim mumkin bemalol bu narsani. Bank orqali ham ko'rsatishim mumkin. $28000 yig'ilgan. Meni kartamda bor summa. Xudo ko'rib turibdi, Alloh ko'rib turibdi, 28000 summa yig'ilgan. Jasmin opani o'zi bilan gaplashdim men. Jasmin opani o'zini tug'ilgan kunlari bilan tabrikladim. Men prosta hammaga ko'z qilib, mana deb men o'zim uchun olib chiqishni xohlamayman. To'g'risi, men o'zim boshqa, dunyoyim boshqa inson. Men video olib har minutda qo'yadigan inson emasman. Kasalmand insonman. Hozir ahvolim qiyin.
5 minutdan keyin men boshqacha holatdaman. 5 minutdan keyin kulsam, 5 minutdan keyin yig'layapman. Chunki og'rig'im kuchli. 3 ta joyim kesilgan meni. Hali ham narkoz ta'siridaman. Kuchli antibiotiklar menga jo'natishyapti doktorlar, ko'rib turibdi. Hozir prosta men sizlarga harakat qilyapman shu narsani tushuntirishga. Bor haqiqatni menga bilasizlar. Meni o'zimda bor haqiqat. Men ko'rib turibman har bitta insonni kim nima qilyapti. O'shani men intervyuga olib chiqaman. Menga hech qanaqa yolg'on hech narsa kerak emas. Menga hamma yordam berdi. Rahmat deyman, kattakon. Rahmat deyman. Agar o'tirib tursam egilib beraman. Nasib oyoqqa tursam egilib beraman. Mana shunday qilib egilib beraman. Rahmat deb Jasmin opaga, Mohin opaga, Yulduz opaga rahmat deyapman men sizlardan. Sizlar bilmay turib oldin yaxshilab iltimos o'ylashlaringni xohlayman. Yaxshilab har bitta narsani o'ylab keyin fikr qilishlaringizni so'rayman. Hozir negativ yuboryapsizlar, qanaqadir men hozir kasal holatdaman-da. Bunaqa narsa kerak emas. Sizlar menga undan ko'ra poddershka bo'laylik, bitta inson bo'laylik. Poddershka bo'laylik bir-birimizga. Dilim, men sizni o'qiyapman, asalim deb siz o'qiyapman hammani. Prosta hozir men gapimni aytib olay oldin, hammalaringizni o'qiyman. Ahad Qayumni yana bir so'kib bering-da. O'sha kuni meni so'kkanim bu emotsional holatda. Tavba qildim, hech kim hech qanaqa bunaqa zarar bo'lmasin. Har biri yurganda oyoqqa og'riq boradigan, miyaga ta'sir qiladigan og'riq bo'lmasin. Men yotgan og'riqni, 3 oy yotgan holatimni hech kimga ravo ko'rmayman. Shunaqa keladi holat. O'sha qizni tirjaygan holati, men geli urib olganda mashinadan tushib kelib, betimga qarab tirjayib, kechirasiz men bilmasdan bosib yordim deganda, luboy inson kerak bo'lsa so'kib yorardi. Kerak bo'lsa Ahad Qayumga ham so'kib yorardi bu narsaga. Misol uchun siz yoki kimdir shunaqa holatda bo'ldi, sizni urib ketyapti-da, shofyor tushib turib, kechirasiz, men sizni bilmasdan bosib yordim desa, menimcha bu narsa luboy insonga juda ham yomon ta'sir qilsa kerak deb o'ylayman. Prosta tak qaramaydi deb o'ylayman. Meni butun hayotim kuyib ketdi. Bitta insonning ashibkasini deb, bitta komandani ashibkasini deb. Meni hayotimchi, meni oilam qurishimchi, meni ertamchi farzand qurishimchi, ertaga farzand qurmoqchi bo'lsam, men doktorim bilan gaplashishimga to'g'ri keladi. 6-7 yildan keyin har oy bular bilan aloqada bo'lib turishim kerak holatimda. Men aytayapman, suyak yemirilishi bor menda deyapman. Shunaqa narsa bo'lib qolishi mumkin deyapman. Men hammaga rahmat deyapman. Yaxshi bo'lib ketasiz inshaalloh. Men hech kim haqida negativ gapirman. Hech kim haqida hattoki intervyu ham bermaganman, bilsalaringiz. Hech kim haqida gapirib ham chiqmadim. Har doim rahmat dedim. Hattoki hech kimga O'zbekistonda ham intervyu bermadim. Men intervyu berib kim qanaqaligini isbotlashni xohlamayman. Menga bu narsa kerak emas. Faqat meni oyoqqa turg'izinglar, shu. Oyoqqa turg'izinglar, men yurishni xohlayman. O'zimni oldingi hayotimga qaytishni xohlayman. Men oilam bor axir. Ukam bor meni to'risida. Ukam bor, onam bor. Men uni boqishni xohlayman. Oila qurishni xohlayman. Oldingida o'zimni ishimni yuritishni xohlayman. Menga faqat shu narsa kerak. Kimdir yomonlab, kovlab, orqasidan gapirib, menga hech qanaqa unaqa narsa kerak emas. Men gapirsam, gapirib chiqaverardim. Har bitta videoga atvet qilib chiqaverardim. O'zi kasal bo'lib yotgan bo'lsam, undan oldin qiynaldim. Hozir ham qiynalyapman. Juda ham og'ir. Hattoki men kasal insonman. Onam bilan ham yaxshi отношения qila olmayman ba'zan. Yotganligim uchun. Chunki og'riq juda ham kuchli narsa-da. Inson o'zini boshqara olmaydi og'riqda. Tushunyapsizlarmi? Prosta butun xalq ko'ryapti. Mana 970 ta inson ko'ryapti. Prosta meni holatimni tushunib qilinglar, insonlar, iltimos so'rayman. Oyoq, matka bu. O'zlaringiz bir tuqqanda qanchalik dunyoni ko'rasizlar. Tug'asizlar-ku, og'riq qanchalik bo'ladi? Tuqqandan keyin qanchalik og'riq bo'ladi sizlarda? Shu narsani chustut qilinglar. Endi erkaklarni bilmadim. Balkim erkaklar ham chustut qilar. Oyog'i kimnidir oyog'i singandir, yaralangandir. Endi tanamizda kesilsa qanchalik og'riq bo'ladi? Prosta
oddiy kesilganda qanchalik yig'laysizlar, joninglar og'riydi. Oddiy sinsa barmoq, qanaqadir holatda odamning tanasi og'riydi butun. Endi tasavvur qilinglar, gelik bosib ketyapti. Men o'sha holatda turibman. Prosta atrofimdagilarni ko'rib turibman. Men hali medikman. Meditsinada o'qiganman. Keyin aytyapman, ehtiyot qilinglar, iltimos ta'zimni ehtiyot qilinglar, bel qismimda ehtiyot qilinglar deyapman. Lekin men singanimda hech kim atrofimga kelmayapti. Eng alam qilgani, boshqalar turib prosta ishini qilib o'tiribdi, menga e'tibor qilishmayapti. Eng menga alam qilgan narsa, keyin masofkadagi o'zimning yaqin o'rtog'im bir amallab ko'tarib orqaga olib o'tishdi. Sizlar videoni ko'rganlaringda prosta men xalqni xohlayman videoni talab qilib chiqarishini. Qanaqa bo'lganini, avariyani prosta sizlar ko'ringlar bu holatda. Qanaqa bo'lgan, shuni xalq talab ko'rsin, balkim videoni berishar, haqiqat qanaqaligini, qanaqa meni gelik bosib ketganini, men qanaqa holatda turganimni o'sha paytda chustut qilasizlar demoqchiman, holatimni. Ungacha videoni ko'rmasdan chustut qila olmaysizlar. Bu qanchalik og'riganini, shunchalik ichimdan shunchalik endi sezyapman, qizib ketyapti. Bel qismimni pastini sezmayapman. Avariya bo'lganimda qizib ketyapti. O'rtoqlarim, yaqin o'rtoqlarim bor edi, ikkitasi. O'shalar olishdi deb bir amallab orqaga qo'yishdi. Men aytayapman, belimni ehtiyot qilinglar deyapman. Skori chaqirishdi, skori kech keldi. Skori ham tez yordam bilmaydi. Prosta qo'li bilan ko'taryapti. Sizlar meditsinada o'qigansizlar, bilasizlar, mediklar bor. Tas qismi, bel qismi singanda material qo'yiladi, maxsus material bilan ko'tariladi. Prosta qo'l bilan ko'tarilmaydi, danshi sinib ketadi bu narsa. Unga prosta tak qarashyapti. Mana jahlim chiqqan narsa. Prosta tak, oyog'i sindimi deyapti. Qanaqa oyoq sindi deyapti. O'sha paytda doktor ham bor edi-da, ko'tarib yotqizdi-da. Mana aytayapman, belim sindi, belimdan past sindi desa, oyog'i sindimi deyapti. Iltimos tezroq olib boring, tez yordamga deyapman. 16-bolnitsaga ketyapti. Amanda o'sha qon ketyapti desam, qatiysan ketyapti, qon ko'rinmayapti-ku deyapti. Siz prosta men o'sha paytda holatimni tasvirlab bersam, shunchalik qiyinchilikdan o'tganimni ochib ko'ring deyapman. Jahlim chiqyapti-da, ochib ko'ring deyapman. Qon ketyapti desam, unda 4-bolnitsaga ketamiz, Kadishvaga deyapti-da. Shunaqa holat bo'lyapti. Shunaqa holatdan chiqyapman men. Bu ikkinchi operatsiyaga kirish, birinchi operatsiya, ikkinchi operatsiyaga kirish, bu chiqamanmi direkt, chiqmaymanmi? Holatda o'zi bir qiyinchilikda 10 soat operatsiya. Prosta xalq tushunishini xohlayman. Faqat negativ qilmanglar. Meni oldimda turgan insonlar bor. Misol uchun men aytmoqchiman, men nimaga proyektga chiqdim? Proyektga chiqqanim sababi prosta mendan hol-ahvol so'rashga odam bo'lmaganligi sababli proyekt tufayli men holatimni ko'rsatib o'zimga homiy topmoqchi bo'ldim. Ya'ni operatsiya joyimni mana bu singan joyimni to'g'rilatish uchun, reabilitatsiya qilish uchun men proyektga chiqqanman, majburligimni. Unga ham oyim qatnashgan. Hali ko'rasizlar, majburligimni. O'sha payti bizlarni Mo'hin opa bilan ko'rishtirib qo'ydi. Allohimma o'zi. Proyekt hech qanaqa bu aktyorskiy emas, hamma narsani Xudo ko'rib turibdi. Men hech kimga hech narsa hech qachon, men o'zim yolg'on aytadigan inson emasman, yolg'onni yomon ko'raman. Men har doim haqiqat uchun talab qilishga harakat qilaman, haqiqat uchun.